Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli qarindoshlar, men qarindishinglar Nabijalloh. Bugungi xabar va mulohaza programmamizda xalqarodagi va Xitoyning ichki vaziyati va bizning Sharq Turkistonga munosabatlik ba'zi xabarlarni o'zimizdan bilgan doira ichidagini har birlariga o'rtoqlashimiz qarindoshlar. Bu faqat men o'zimdan izlangan, o'zimdan ko'rgan bilganlarim. Belki tar dairede buluşu mümkün. Ama her birileri bilen bir şekilde bir ortaklaşıp kalan neslerimizle ortak şekilde bir ortaklaşayla degan şekilde lan elip bağmakçı kardeşler. Kem kusiyalar olsulukla koyuşunu ümit kılman. Xitayning soda urushi aldık haftalardan Amerika Washington'da elip bağlan bolsa, bu hafta yani 13, 14, 15 kiçe Beijing'de elip berildi. Bunun dumu So'diningki ikkili tarafning bergan bayonotida ishlar yaxshi bir şekilde deb ilgari surdik, ammo o'tirib chiqqan bir şekilde aniq bo'lgan yoki tuzilgan kelishim narsa aniq o'tirdi yo'q. Trumpningki ishga surib beradigan gap so'z mish gaplar bor. Agar bitishmasa bir şekilde qolgan moddalarga nisbatan yana vaqt beradiganligi to'g'riliq kafolatnomasini beradigandak bir uçurlarni chiqaryapti xabarlarda, ammo u muqim emas jimdigilanmaydi. Chunki bu narsalar, bu o'rtadagi narsalar davlatlararo shu vaqtning o'zida bir qaror aniq chiqilmasa, oldin faraz qilgan narsalarda to'g'rilish nisbati bakmi aniqlab ketmayotgan qarindoshlar. Ammo har xil gaplar bor, bitishmaydigan ahvollar ig'ir. Mayli bitishalsin, mayli bitishalmasin, Xitoy uchun bir aniq bir shaklda halokat patqig'i ketyapti. Chunki bu soda Amerikaning davatgan aniq bir narsa bor bu yerda. Amerika hukumati davatidagi Xitoyning tuzilma xarakterlik o'zgarish ilib boramiz. Tuzilma, ya'ni tuzilmasiga o'zgarish ilib boramiz. Tuzilmasi o'zgarish bo'lmasa, bu yana to'xtamni va'dani, qonunni chiqarib qo'yib o'zi amal qilmaydi. Mana bu gibi tutilmaydigan go'y mana necha yil bo'ldi mana dunyo soda tashkilotiga kirgili 99 2000 yilga deyman. Resmi a'zo bo'lgan vaqtda şu vaqtidan boshlab bo'lsa, hozir mana 18 yil 19 yilning oyog'i yolg'on so'zlab kelyapti. Bu adamning deydigan go'ymavi. Uning uchun buningga bir şekilde nima bermaymiz, tuzilma xarakterlik o'zgarish ilib bormasa, buningga bu da fursat bermaymiz degan nuqtada chiqish qilyapti. Endi Xitoy mayli o'zi vaqtcha tutyapti, ya bu vaqtni Amerika hukumati bir şekilde yana bir ba'zi bir ishlarni to'liqlash uchun ilyapti. Bu bizga toza aniq emas. Ama aldığımız günlerde 3. ayda mana bir gap qoldi. Buni ko'ramiz. Qanday bo'lmasin, Xitoyning bu da shu mayli soda urush jihati olsun, mayli dunyodagi obrazi olsun, mayli hozir qilayotgan qilmishining nihoyatda ig'ir ekanligida buningda zarba yeydiganligi aniq. Shunga Xitoy o'zining ichki jihatda buningga taqobil turish uchun, buning oldini olish uchun nurg'un shaklda harakat ilib beryapti. Xitoy tajovuzchilari 70 yoshga kirdi. Bu 70 yoshga kirgan bir davlat aldirablam endi o'zi birdamda bel qo'yib o'tmaydi qarindoshlar. Bizlar ko'pinchimiz Rossiyadagidek bir oqshomda bir kechada manda bir ish olib qoldi deb o'ylayapmiz. Unda bo'lmaydi. Xitoyning timizda nihoyatda bir narsa asti xarakterlik bir shaklda o'zgarish bo'lgan bir davlat bu. Endi bu Xitoy hukumatimi 70 yillik bizga loyiq bir davlat tuzilmasi va hukumati va o'zining istixboroti va o'zining askari va bir davlat bo'lgan degan bu o'zini aldirab kommunistik partiya u yumshoq o'rindiqdan u hozirgi kelayotgan manfaatdan unda aldirab bel qo'yib o'tishni xohlamaydi. Buni qo'g'dab qolamiz, qanday saqlab qolamiz, qanday bu umrimizni uzatamiz degan shaklda nurg'un ilmiy fikrlarni, suiqasdlarni ishlatishga izlanadi. Ammo bu hamını uzoqqa bormaydi, lekin uzoqqa bormasa o'zimi bu Xitoy bir kun bo'lsin o'zining umrini uzatish uchun yana bir shaklda harakat qilishga tirishyapti qarindoshlar. Bu hamda soda nimani bu hafta nimada bo'ladi? Washingtonda bo'ladi. Washingtonda bo'ladi, uning shaklda qanday yana bo'ladi? Uni yana ko'ramiz, xabarlarga qarata yana o'zaro fikr almashtiramiz qarindoshlar. Ikkinchisi Xitoyning ichidagi Xitoy bu soda urushida hozirgi kelayotgan ziyon o'tgan yil 20 yil o'tgan 2018 6 oydan keyin ham Xitoydagi bo'lgan sodadagi cho'kish
ve nurgun devletlerinin karxanalarning Vietnam, Kambojda, başka yerlerge yütkülüşü, başka devletlerge. Anandan keyin Hindistanlığa. Anandan keyin özünün içindeki iqtisadının eksportunun tövəlləşi bilen ço nurgun karxanalar, Türk karxanalar veyran buluş qarab yüzlendi ço. Veyran buluş qarab yüzlengendikən Xitay bunun aldını eliş üçün, bunu tirildiriş üçün qanday qılıb atıdı degende bütün içindeki işlemci dehqonlarni, yani şehir taraqqiy qilgan şehirlarga berib ishlayotgan dehqonlarning hammani Fenshan, yani yeziga qaytish, o'zining yurtiga qaytish, u yerda o'ziga eglik tiklash. Eglik tiklovchilarga oldin 900 ming 800 ming 900 ming Xitoy puli, yordam puli berdiganligini. Anandan keyin shu o'zining yerida shu yerdagi ishlamchilarni qabul qilib, shu yerda korxona va bir şekilde eglik tiklashga sharoit, siyosat yaratib berdiganligini. Ama shu yerda turish kerakligini, uningga mayli kadrlarni, mayli yuqori darajali kadrlar bo'lsin, o'lka noyi darajali kadrlarni, hatto maktabdagi o'quvchilarni shu dehqonlarga yordam berish uchun avatadiganligi to'g'riliq bir xabarlar bor. Demak, nima deganda, bunday qilish orqali nima qilmoqchi deganda, Xitoy bu ishsizlikning oldini olish, bu ishsizlikdan kelib chiqadigan jamiyat muqimligiga ta'sir qiladigan, Xitoyga qarshi chiqaradigan bir isyonlarning to'plashib yoki shakllanib qilishning oldini olish uchun bularni tarqoqlashtirish, ya'ni o'zining yurtiga qaytarish, o'zining yerida eglik tiklash shaklida ularni bezlab turish, ularni uchun az-azdan og'ziga bir qo'shiqdan non silib turib, ularni bundaq o'rnini turib isyon qilmaslikni oldini olish. Chunki shaharga bo'lsa, shaharda to'planib qolsa, to'plangan odamlar ishidan bir shaklda namoyish tashkillash, ya bo'lmasa Xitoyga qarshi bir kuch shakllantiriladi. Bunun oldini olish uchun bularni tarqoqlashtirish, har kimni o'zining rayoniga qaytarish, bu shaklda ilayotgan tadbirning birisi. Uchinchisi, yani kendin Xitoy endi buni yana bir jihatdan 3 yillik bojni korxonalarga qaytarib berish, algan bijini qaytarib berish, u biji bilan yana korxonalarni o'z oldiga yana igligini rivojlantirish va igligiga mablag' silish uchun, turtlik o'ynash uchun 3 yillik bojni qaytarib beradigan shaklda tadbirlarni ilyapti. Demak, Xitoy o'zining ichidagi dunyo savdo tashkilotidagi bu kelgan bu hozirgi keladigan xavfning oldini olish uchun, o'zini saqlab umrini uzatish uchun davlat ichida paycheki tuvanlaydi, ömürlükçülük çöktü. Şu an bunun içindeki aldığını eliş için bu şekilde neslerini elip berivatıdı. Anandan keyin bugün kelgan bir uçurda Xitoy bunday narsani targ'ib qilyapti xalqqa. Diqqat qilinglar. Jungochi so'zlash ishlaydi. Jungo so'zlash Xitoy so'zlash degan gap hamda. Jungochi g'izalni ishlaydi. Jungochi kiyim kiyish deydi. Anandan keyin Jungoning buyumlarini ishlatish. Jungoda sayohat qilish, Jungochi bayram o'tkazish, Jungo mollarini setib olish, Jungoliklar bo'yicha Jungolikcha tafakkur qilish, Jungoda xotirjam yashash, Jungoning ishlariga ko'ngil bo'lish, Jungoning qoida-usullariga amal qilish, haqiqiy Jungolik bo'lish degan bu shuarni uyga asqizib, televizor ko'rdigan tarafdan ikki tarafga asqizib bir shaklda qilayotgan hareketi ayon bo'lyapti. Degan nima deganda gap, bu bizning Sharq Turkistonda qilayotgan ishga. Demak, mushtaq shaklda harakat qilish, hammani Jungonikini elib, chet elning milliniga, chet elning narsiga, chet elning nimasiga ehtiyojingiz bo'lmasin, sirtnikiga faqat o'zingiz Jungochilar shaklda nima qiling degan shaklda. Bu orqali muncho deganda Jungoga sayohat qiling, Jungochi g'izalning deganda Xitoyning nimasi shaklida narsalarni ilgari surish uchun bu davlat ichidagi savdo obrotini yükseltirish uchun qilayotgan tadbiri ham bizning ming yuyishning, xalqimizga ming yuyishganning yani bir tarafi deb tushunsak bo'ladi qarindoshlar. Shuning bilan birga andan keyin xalqaro qanday bo'ldi deganda, xalqarodagi davlatlararo buzilishi, munosabatining buzilishi ig'ir bo'ladi. Masalan, buni misol qilsak, Shivsiyani misol qildik qarindoshlar. Shivsiyada 2-ayning 13-kuni bir Xitoy qizi dadasining 2015-yilda tutilgan Guymin Xaya degan bir Xitoy. Bir kitob urushlik qilgan Xitoy edi, u shu Shanganda
Xitoyga qarshi kitob nashr qilgan bir Xitoy edi. U 2015-yili Taylandda o'zining dachasida dam olayotgan vaqtida Xitoylar buni majburiy u yerdan görüge gelip ekir ketken. Yuşurun şekilde Tayland'dan Xitayga ekir ketip, Xitayda bunu qo'lga olgan. Qo'lga olib, yerda bu 2 necha yildan ayaga so'roq qilib atqandi. Ama yaqında bu 2 ayning 13-chi Xitoyning mushu qizi e'lon qilgan bir o'zining nimasida Xitoyning bu g'ulg'ulab ketdi Shvetsiyada. Bu Shvetsiyaning nimada turishlik baş elchisi Xitoy Bejingda turishlik baş elchisi Anna degan bu nimaga Xitoyning ishbirligi bilan birlikda 1-oyning oxiri bu davlatning xabari yo'q. Shvetsiya hukumatining xabari yo'q. U baş elchi o'z oldiga Xitoyning pulini yeganmi yo boshqa shaklda bir tuzg'iga tushganmi, aytavri uni aniq emas hozir. Ama onu elib tashlab etdi, boshqa elchini o'rlashtirib o'tadi. Demak, shu xotin bu o'zi tijoratchi degan Xitoyning adimidan ishkini elib, bu Guymenxayning qizi bilan Stokholmda ko'rishdi. Ko'rishib, sen bundan keyin dadangning nimasini chiqarma, biz dadangning ishini yo'lmayap, mana shu hukumatda, men hukumatga vakillik qilaman. Ma Xitoylar bilan biz deyishib, sening dadangning chiqarish ishlarini biz harakat qilamiz. Sen xotirjam bo'l deb bir mehmonxonada gaplashdi. Tamoqxonada, restoranda. Gaplashgandan keyin bu qiz bola buning harakatini toza to'g'ri emasligini bayqab, shundan bu chiqiblam aytsin o'g'ini bu nimaga Shvetsiya tashqi ishlar ministrligi telefon urib, sizning mishda elchixonadagi odamda qilgan, keldi menda qildi degandan keyin bular uningda xabar yo'qligini unga surishtirsa, ras bu ana degan bosh elchiniki shunday ishni qilganligi chiqib qoladi. Shuni ular uni darhol qaytarib kelib, uni o'rniga boshqa odamni tayinladi vaqtliq. Anadagi axotini kirib mishadam deb so'rig'ini qilyapti da bosh elchining. Demak, nima degani bu davlatningki bir qonunsiz bir davlatning o'zining davlatiga vakolatli bo'lmay, xalqning Xitoyning davlatiga vakolatchilik qilib bu yerda bunday ish qilishi bu qonunga xilof ishimdi. Endi axotining oqibati nima bo'ladi uni bilmaymiz, ammo u Guymenxayning qizi u biroz hushyorlik bilan bu ishni fosh qilib qilg'achqanda a shaklda Xitoyning damiga uchib ketmay endi bir şekildeki bu işlerini paş qilib etdi. Demek Aşağıdaki bazı bir Guymenxayga münasibetli kişilerning mi Xitoyning hammani bilib qolganligi va ba'zi ishlarni oldin bilib harakat qilganligi ma'lum. Shunga Xitoyning 2015dan tortib bugungacha texnik Xitoyning turmushi yetyapti. Demak, ba'zi ishlarda mushu demak bosh elchiniki Xitoy tarafidan olib qolganligi uchun yoki setilib ketdimi yo xiyonat qilib parab qoldimi, qanday bo'lmasin bir şekilde bu voqelik bugun mana bizning Shvetsiya tashqi ishlar ministrligi tarafidan qattiq nima qilinib, Xitoyga nisbatan bir shaklda nima qilayotganligi. Kanadadagi bir bosh elchining shunday bo'lganligi to'g'riliq xabarlar bor. Demak, Xitoyning Bejingda turgan chet el konsulxona elchilarininki setilib ketib qolgan yoki setilib ketadigan yoki xiyonat qilib, ashlarning ideologiyasini bo'lib yetadigan o'z uchun xizmat qildirgan shaklda bir vosita qo'llanayotganligi bu oshkorlanib ketdi qarindoshlar. Demak, Xitoyning bu hamma odamning hozir nimadagi elchixonasilarni tekshiradigan, uni vatan almashtiradigan yoki ularning bir surishishni qilgan ahvol, hisobotini tekshiradigan ahvol endi boshqa davlatlarning diqqatini chekadi degan gap. Demak, Xitoyning mushtaq shaklda qilayotgan qilmishi ham Shvetsiyani bo'lsin, Kanadadagi elchilarni setib olgan bo'lsin yoki bo'lmasa paraxo'rlik shaklda ularni bir shaklda yomon askish qilishga, jinoyat sodir qilishga yo'l ochib bergan bo'lsin. Bu Xitoyning savarligidan bo'layotganligidek bir narsa o'tirib chiqish bilan Xitoyning yana xalqaro matbuotlarda bu qilmishning kun tartibga kelayotganligi ma'lum. Demak, Xitoyning bu shaklda obro'yiga ta'sir etyapti demakchi. Andan keyin qarindoshlar, endi mushu yana bir narsa, mushu bizning Sharq Turkistonga yaqinda bir Xitoyni yo'tkab keldi, Jilindong'u deyman. Bir Xitoyni yo'tkab kelib, akaganligidek bir narsa ma'lum. Endi u Xitoyga teqa vazifani bermadi. Analizlarning ilgi surishicha, u Xitoy Chunchyangoning o'rniga kelganligi, Chunchyangoning rak kasali bilan og'ir shaklda bo'layotganidek bir ahvol o'tirdi. Biz 2017-yildagi o'ylam turbida e'lon qilgan xabarimizda Chunchyangoning suyak rakiga bo'lib qolganligi to'g'riliq bir xabar bergan edik. Ammo u xabar chiqqandan keyin voy yolg'on, oqilay dedi. Endi Chunchyango bizga jondan shusini bermaydi-ku. Aqobat men jondan shu chidimda Nabijon, men sen xalqingga bir deb qo'y. Demaydi endi uni. Biz endi shu yerdan anglagan ishonchli suchurlarni
toplab bir şekilde anlaşışga tirishimiz qarindoshlar. Voy yolg'on aql eshaqdan Xitoyning shu suyak raki degan kasal shu kundan bilib bermaydi bizga. Biroz vaqtdan keyin o'ladi. Uning ajalini Alloh taolo belgilab bo'lgan. U Xitoyning o'lishi hamon o'ladi. Hamda bizning xalqimizning qinini ishgan hamma munofiq, hamma zolim o'ladi. U aniq. Ama bir vaqt meselesi var. Bu qanday o'lish meselesi. Endi bu so'ngakda, endi bu rakda qattiq qiynalib o'ladi nima bor? Qattiq azoblanib Alloh taolo bu dunyoda azoblab oladi uning jinni u dunyoda texa uning boshqacha savol so'roqini Alloh taolo qiladi unga. Endi demakchi o'g'limiz mayli Chonchanggoning o'rniga boshqa Wang kelsin, Jon kelsin, o'xshash. O'xshash endi mayli shu Xi Jinpingning o'rnini almashib ketsin, yana o'xshash qarindoshlar. Faqat biz bunu necha yildan beri deb kelyapmiz. Faqat Jonnahay, faqat mushuning tuzumi o'zgarib bir şekilde ish bulab, anandan keyin kelgani bilan biz deyishib bir şekilde qilmasak, ma'li bilan, ma tuzum bilan Sharq Turkistonga ya Wang Jon almashib qolsa, Sharq Turkiston xalqi azoblanadi yoki o'zman lagerlar tugagandan keyin lagerda xalqni qutqizib chiqmoqma ish bitadi deydigan ideya bo'lmasin. Cho'qim Sharq Turkistonning mustaqilligi o'zimizning qo'liga bo'lmaguncha bu bizdagi azob uqubat, bizdagi bu zulm tugmaydi qarindoshlar. Faqat Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'limizga olgan vaqtida anandan keyin o'zimiz xalqimizning ishidan saylab chiqargan rahbarlarimiz o'zimiz ego olgan vaqtida anandan keyin Sharq Turkistonda cho'q muqimlik xalqimizga baxtiyor bir şekildeki hayat nisb bo'ladi. Shuning uchun endi bu yerdagi buningki balkim 3-oydan keyin ma'lumning siyosiy kengashining 3-oyda ochiladi. 3-oyning o'rtalarida balkim shu vaqtdan keyin o'rniga almashtirishi mumkin. Bir şekilde kendi ma'noga to'g'rilablam biz ham Sharq Turkistondagi ba'zi ishlarda Chonchanggo sal xato qilib qolgan o'xshaydi. Deydimda. Ayak berib endi Beijing berib o'lsin yo ayak berib davolab o'lsin demaydim buni. Bir şekilde buni xizmatdan ayda yerib charchab ketganligi uchun biz buni yo'tkidik deblam. Yamir kelgan qirqtani chiqirdimda. Mayli qanday bo'lsin, inshaalloh bir şekilde o'zgargan narsaga nisbatan oldinib voy deb anondan Xitoyning yanbi chiqqandan umid kutib qoladigan ya siyoset bo'shab qolsa, mashamal to'xtab qolsa bo'lib qoldi deydigan manda xam xiyolni, manda yolg'on tushunib ko'rmanglar qarindoshlar. Buni ekskartib qo'ymoqchi. Anandan keyin shu tashviqotdagi ahvolimizda shu Metu Uyg'ur, Mammu Uyg'ur degan faoliyat naiti shu dunyo axborotlarida ba'zi siyosatchilarning nimasida nait kun taraf keligli qarindoshlar. Bular bo'lsa Twitter'da ishlatayotgan qarindoshlarimiz diqqat qilsa, Twitterga qo'ygan narsamizningki nait ko'rish nimasi, uning kendini yeyilish doirasi, har xil matbuotlarga chiqishi nait yaxshi bo'ldi. Mana hozirgi yeyilish nimasimi 100 mingda ishib ketdi deyman. O'tgan 109 ming bo'lganda ko'rib ekanman. Buni ishib ketgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun qarindoshlar shu Mammu Uyg'ur degan faoliyatga yana aktiv shaklda qatnashmagan qarindoshlarimiz qatnashib, bir shaklda to'g'ri uslub bilan o'sha hashtag belgisini qo'yib, Metu Uyg'ur degan yaqin yezib qarindoshlarimizni ta'kidladi. Shu shaklda buni yana davomlashtirsak, o'zimizning ijtimoiy uchur vositalarida o'zimizning emas boshqa qarindoshlarimizni chiqarganini ham bakirlab, ularga bir yurak berib, bir shaklda buni kuchaytirishga yana tirishsak inshaalloh nait yaxshi bo'ldi deb qarayman. Hattoki buning nimasi Xitoyning ichkiga ta'sir qilganligi, u yerda ko'rilganligi o'ttirdi chiqyapti qarindoshlar. Nima deganda biz bu masalani butun dunyoda anglamagan odam qolmasin. Mammu Uyg'ur degan shakldagi bu nimamizni, faoliyatimizni anglamagan odam qolmasin. Buni bilan birga u yerdagi Mammu Uyg'ur deganlikka aqimizga zulm olindi-ku. Biz deyotgan, biz oshkorlayotgan zulm olindi, zulm o'ttirib chiqdi qarindoshlar. Shuning uchun bu faoliyatga mayli arab tilida bo'lsin, mayli dunyoning har qaysi bir tilida bo'lsin, uni kichik, cho'ng, nima bilgan tilimiz bo'yicha shaklda ifodalashga tirishsak, nayt yaxshi deb qarayman. Qarindoshlar, vaqt munosabati bilan bugungi programmamiz bu yerda oxirlashadi. Hamma Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.